Otasini duosini olmagan farzand, otasini ishonchini olmagan farzandga xalq ham ishonmaydi. Bugun farzandiga ishonmayotgan, farzandiga sen qila olmaysan deydigan ota-onalarga farzand misolida bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bir vaqtlar men ham bir yaxshi biznes, yaxshi narsalar boshlashimda doimo otamdan so'rab, "Dadajon, men mana shunday narsa qilmoqchiman" deganimda, "O'g'lim, qilaver. Faqat aldama, yuzing yorug' bo'lsin, yaxshi ishlar qilish kerak, zo'r o'ylabsan" deb doimo ruhlantirib keldilar. Xudoga shukr, lekin aytganlaridan ziyod qilishga harakat qilamiz. Lekin ishonchlari birinchi o'rinda bo'ldi. Minglab odamlarga uy qurishni boshlaganimda ishonib, "Bolam bos, faqat yuzing yorug' bo'lsin, men duodaman" deb duo qildilar. Bugun minglab odamlarga o'z uylarini topshirdim. Xudoga shukr, yuzim yorug' bo'ldi. Otam xursand bo'ldi, o'g'limning yuzi yorug' bo'ldi deb. Otasini duosini olmagan farzand, otasini ishonchini olmagan farzandga xalq ham ishonmaydi. Men disk sotaman degan paytimda "Qil bolam" degan. Kamturxona ochaman deganimda "Qil bolam" deganlar. Bolam 40 ga kirganida men kamturxona ochib ko'rishim kerak. Shu biznes zo'r ekan demaslik uchun onasi hamma yo'lda bosib o'taversin. Xudo xohlasa ko'rasan, 40 ga kirganda orqasiga qaramaydi, katta bizneslar haqida o'ylaydi deb otam juda oliyjanob, zo'r o'ylab, zo'r fikrlaganlar. Siz ham farzandingizga ishoning, sizning farzandingiz mendan ziyod narsalar qila oladi.